Assalomu alaykum hammaga. Damas mashinasi kelgan ekan. Video registrator qo'yib beramiz hozir. Mana shunaqa video registrator egasini o'zi qilgan ekan. 500 ming so'mga oldim deyapti. Polni ekran. O'zining joyiga qo'yib beramiz, mana shu qo'ylar. Orqa kameralar ham to'liq qoladi. Qo'yilish jarayonlarini videoga o'tamiz. Damas mashinamiz tayyor bo'ldi. Video registrator qo'yildi. Orqa tomonini ko'rsatib o'taman. Orqa tomoni xuddi shunday qo'yildi. Qaylarda da zo'rlari yo'q. Hamda yaxshi. Orqadan ko'rinish. Через zamok ishlaydigan qildik buni. Hozir o'chgan turibdi. Zamok yoqamiz. Zamok yoqqandan keyin ishlaydi. Oldi kamera, orqa kamera yarim qo'l bo'ladi. Akkuratni ulangan hamma joyi, simlar chiqib qolib o'shanaqa muammo bo'lmagan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.